Hem bu yerde leksimizden davamlaştırımız vatandaşım. Amerika matbuatları Beijing Amerika ve rehberlik kılıvatkan TPP'nin Amerika matbuatları Beijing Amerika rehberlik kılıvatkan TPP'nin imzalanışı korkunççıda kaldı dep görsetti mavzulu haber. 5. ayının 22. günü bazarda güzel küçük gazetede ilan kılınıp, şu günü ve tor bitigi çaplandı. Amerika'dan matbuatlar Beijing korkuvadı çünkü hazır Amerika'da tasdikten öttü TPP yani başlayatkandak Tinç Okyanı Savdo kelişimi Kengash palatası tasdikten öttü Beijing korkuvadı degan mazmundagi mavzu. Tinç Okyanı alqan hamkorlik munosabati savdo kelishimi İngilizce bu TPP deyildikken biz tüvenli şundaq deyli savdo kelishimi deb ataylik. Belki Amerika talaş tartış qozgan bo'lishi mumkin. Biroq bu kelishim Jungo'ga nisbatan aytganda go'yo ansirash va cho'chishning manbidir. Beijing savdo kelishimini Jungo'dan boshqa barliq davlatlarni chaqirib qatnashtiradigan savdo lobby deb hisobladi. Diqqat. Beijing bu savdo kelishimini Jungo'dan boshqa davlatlarni chaqirib kelib qatnashtiradigan savdo lobby deb hisobladi. Bu savdo kelishimi Jungo'ning iqtisodiy va kelgusiga tahdid soladi deb hisobladi. Bozorni Kuz gazeti 5. ayning 22. kuni xabar qilib bundoq ko'rsatdi. TPP yani savdo kelishimi Prezident Obamaning qo'llashiga erishdi. Bu kelishim dunyo bo'yicha eng zo'r erkin savdo rayini barpo qilib, diqqat, dunyoning yarmidan ko'pragini egallaydi. Bu kelishimning yüzyılı ve Prezident Obama hükümeti qo'llashayotgan tez suhbatlashishga huquq berish davlat majlisida ba'zi a'zolarning tanqidiga uchragan bo'lsa-mu, Emgak va savdo tijorat guruhlari davlat bexatarlik bo'yicha ansirashganmi edi. Lekin Beijing bu savdo hamkorlik tashkilotini bir tahdid deb hisobladi. Pul muomala havola shirkatining ijroiya raisi Roland Van Efendi mundaq ko'rsatdi. Ma'lum darajadan aytganda savdo kelishimi Jungo Kompartiyasiga qartilgan. Diqqat vatandoshim, ma'lum jihatdan aytganda TPP savdo kelishimi Jungo Kompartiyasiga qartilgan. Jungo harakat qilinib, bunga taqobil turishga majbur bo'ldi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Jungo rahbarlari shubhasizki bu kelishimdan ansiraydi. Bo'libmi Jungo iqtisodi ostilab qolgan mushu kunlarda bundaq ansirash texmo kuchli bo'ladi. Jungoda doirlar yaqinda e'lon qilgan sanoatning kelgusi strategiyasi umumiy planida maxsus TPP yani savdo kelishimini tilga olib, Jungoning savdosiga tahdid paydo qiladi deb ko'rsatdi. Xitoy davlat mahkamasi mundaq ko'rsatdi. Amerika TPP savdo kelishimini imzolashni izchil, zo'r kuch bilan ta'kidlab keldi va taklif qildi. Mulozimat kasbiy, aqliy, mulk huquqiy, emgak prinsipi va muhit asrash bo'yicha yuqori o'lcham tuzib chiqdi. Lekin TPP savdo kelishimi yo'lga qo'yilganda Jungo sanoat buyumlarini eksport qilishga zayi yetkazib, baho ustunligiga ta'sir ko'rsatdi va Jungo shirkatlarining chet ellar kengayishiga ta'sir ko'rsatdi deb ko'rsatdi. Jungo davlat ichida Shanxay erkin savdo rayini qurgandan keyin yana boshqa yenidan erkin savdo rayini qurganmi bo'ldi. Zo'r ko'lamda chet el mablag'ini jalb qilish bo'yicha tashqari dunyoga Ipak yo'li savdo yo'lini tashabbus qildi. Shundaqla yangidan pul muomala organi Osiyo aslahalar qurilishi mablag' bankasi qurib, Amerikaning boshqarishidagi Dunyo savdo bankasi ve Yaponiyaning ta'siri ostidagi Osiyo taraqqiyot bankasi bilan uzanga so'qishtirmoqchi bo'ldi. Jungo Kompartiyasi bu ishki banka Amerika va Yaponiyaning qo'lida bo'lib qoldi deb ansirdi. Ronald Van mundaq ko'rsatdi. TPP savdo kelishimi Jungoni chetga qoqqandan boshqa Jungo bilan bu tashkilot o'rtasida intayin kaskin savdo raqobati yuz berdi.
Yeni soğuk münasibetle uruşı, bazarlık küzetkiçi gizit munda haber kıldı. Zor mendin aytkandı Jungo bu kelişim Jungo qartılgan dep hesaplaydı. Bunun asası var idi. Bu yıl 4. ayda Prezident Obama Wall Street giziti muhbirinin ziyaretini kabul kılganda agahlandırıp, eğer Amerika Asya erkin savdo kelişimini imzalaydigan bolsa, o halda Jungo Kompartiyası bu rayının prensiplerini Jungo Kompartiyası yezip çıkardı dep görse. Prezident Obama Wall Street gizitinin muhbirini kabul kılganda agahlandırış verip, eğer Amerika Asya erkin savdo kelişimini imzalamaydigan bolsa, o halde Jungo Kompartiyası bu rayının prensiplerini Jungo Kompartiyası yezip çıkardı dep görse. Məxsus yazıcı Kortop efendi mındaq gösterdi. Washington TPP savdo kelişimi planını yol koyup Jungo'nun tehdidini çeklemekçi. Bu sözde Jungo Kompartiyasının gumanını kozgadı. Washington TPP savdo kelişim planını yol koyup Jungo'nun tehdidini çeklemekçi. Bu sözde Jungo Kompartiyasının gumanını kozgadı. Jungo Kompartiya rəhbərliyi şunuğa çoxamışın idi ki, Washington soğuk münasibetle uruşu devirde Sovetlerge takabıl turğandak bugün şunda usul kollanıp Jungo'nu çeklemekçi ve Jungo'ga takabıl turmakçı buluvatıdı dep qaradı. Amerika Jungo iki devletinin tədqiqatçısı Shin Yong-hon nime dedi? İki tarafın münasibeti ötken her vaktigidan tehamo ciddilişip ketdi. Mesela Amerika Jungo münasibetini tadqiq qiladigan Jungoluk tadqiqatçı mutaxassis nima dedi? İki tarafdan münasibeti ötken her qanday vaktigidan ciddilişip ketdi. Vatandaşım şunu biz mesela şahsen sizlarga görüyoruz. TPP Tinch Okean Halkı Savdo kelişiminin imzalanışını hazırgıcı 400'ün bilen kütüp kelgen edim. Bu endi Kengash Palatasının təsdiqidən ötdü. Prezident Obama bunu yolga koysa, Asya savdo kelişimi, yani erkin savdo aynı oturğu çıkıdığanlı bolsa, endi bunun Xitay qandaq təsir görüstüğanlıqı mana bu söz ve biz dikkat qıladigan mühim nokta, hem qiziqadigan mühim nokta idi vatandaşım.